Bugun biz Ravshanjon akaning oldilariga keldik. Shu telefonni nimaga almashtirib berishar ekan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zikriyaxon, yomg'irlarda bizni yo'qlabsizda. Gap yo'q, zo'r. Yangi bloger uka, eng yosh bloger ukamiz mana shunaqa bir qanday challengelar nimalar qilib, sovg'alar olib kelishyapti bizga. Bizgami bu? Ha, Mangami? almashtiramiz. Ko'rganmisiz? Menga shov qilyapman. Ha. Hozir shu telefonni nimaga almashtirib berasiz aka? Sizdan oldin Oybek aka almashtirib berishdi bu telefonni. Sizdan keyingi blogerga nimaga almashtirib berasiz? Ulan bu telefon menga kim berdi dedingiz? Oybek aka Qo'qonda. Oybek aka menga berishdi. Rahmat Oybek aka, sog' bo'ling. Endi menga ham sizga sovg'a olib qo'yganman. Mashinani turibdi. Hozir o'shani men sizga berib yuboraman. Hop, bu Redmi A15 ekan, S15 ekan. Men sizga mana Galaxy A17 telefon sovg'a qilaman. Keyin buni ham kimgadir sovg'a qilib obunachiligingizga berib yuborasiz. Xonchiroq tomonidan kattalanishga AirPods ham bor. Buni ham bir marta ishlatganman. Shuni ham sizga elindim. Buni ham o'z ishlatib yurasiz. Uka, sog' bo'ling. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Xursand bo'ldim shunaqa nimalarni ko'p qilib yuring uka. Kimga bloger kim bo'ladi bilasizlar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Ha, yozinglar, like ham bosib qo'yinglar.